Ana pərvişkar, ana yetekçi, ana ən usta bağvan. Çünki analar bir qolida büşük təvretken bolsa, yeni bir qolida dünyani təvretüdü. Çünki ular dünyani boysundurduğan, insaniyet tarixiga təsir görüstüdüğən yaramlıq avlodlarni yetiştirib çıqıdı. Pidakar ana bolmasdan yaramlıq avlod təsəvvür qıla alamsız? Tarixdən bu yan milletimiz içidən san-sanaqsız alim, edip ve mütefekkürler yetişip çıqqan bolsa, bu şan şərəfni ularning analarının qan təridən ayırıb qarğıl bolmaydı, əlbəttə. Mana şu maqsadda İlimyar Yaşlar grubumuz milletimiz xanım qızlar üçün alim yetiştirgen analar namlıq əsərinin tunca Uyğurca tərcüməsini huzurunlarga sundi. Bu kitap farzandlarının tunca oqutquchisi bo'lgan analarga qaratilgan bo'lib, islom tarixidagi olimlarning analarining ish izlarini tunishtirish orqali farzandlarining olim bo'lib chiqishidagi alohida rolni ko'rsatib bergan. Shundaqla ular bilan davrimiz analar orasidagi farqlarni o'tirg'a qo'yib, ulgulik ana obrazi yaratishga tirishgan. Kitapta Abdurmurat To'sin efendim bazı ciddi meselelerge qarata öz fikrini bayan qilgan bo'lib, analarning islomlik o'rni va ta'lim tarbiyadagi rolini nihoyat ochiq so'zlab o'tgan. Shundaqla kitapning oxirida olima yetishtirgan dadalar va shahid yetishtirgan analarga o'rin berilgan. Bu kitapda tunishtirilgan olimlarimizning analarining hayotidan zamonimizning mu'mina ayollar ilishga tegishli nurg'un darslarning borligiga ishonamiz. Çünkü ular bizga o'xshashlar dard tortgan, qiyinchiliklarga duch kelgan bo'lsa-mu, sabr, taslimiyat, itoat va Allohga bo'lgan rishtasidan qat'iy voz kechmagan shunchalik qiyin hodisalar ularning Allohga bo'lgan iymonini kuchaytgan edi. İman ehli bir mu'mina xonim uchun bu kitobda tilga ilingan onalarimizning hayoti yo'l ko'rsatuvchi rahbar bo'la oladi. Qiynamsam shiram o'qish qoldirang. Kitabımızdan sizni analıqning bepoyon dalolarida kezdirdiganligiga, cho'nqur ilhom va ta'sir qaynamoq boshlaydiganligiga ishonamiz.